Viloyatdan patsient ona bola keldi yonimga, tekshirdim. To'g'ri uylangan hali, yosh bola, juda katta yoshda emas. Xo'p, kelganda oldingi analizdan olib kelyapti. O'sha viloyatning o'zidan atkazib berib yuborgan. Bu bo'ladi urug'nol azospermiya, bu bo'ladi umuman farzand bo'lmaydi deb. U ona ishonmaganda meni yonimga olib keldi. Men xuddi o'sha analizlarni o'zimda ham topshirib ko'rdim. O'zimda topshirdi. Ingibin B degan analiz 0.02 chiqdi. Ya'ni urug'don razmeri, moyakning razmeri no'xatday bor. Bu degani bu bo'ladi vaqtiga qaralmagan, tepki bo'lganmi, kriptarxizm bo'lganmi, infeksiyali kasallik bo'lganmi, onasini qornida homilador bo'lgan paytda qanaqadir kuchli shamollash o'tkazganmi yoki Alloh shunaqa bo'lishni xohlagan, yaratgan, bu bola shunaqa tug'ilgan. Bunda na otasini ayb bor, na onasini ayb bor, na boshqa hech narsa. Shunaqa bir yaratib qolgan. Tekshirganimda o'zi umid yo'q. Azospermiya, sekretniy azospermiya deydi. Moyaklar umuman rivojlanmagan, umid yo'q, tabiiy homiladorlikdan umid yo'q, даже ekoda ham iloji yo'q. Onasi tiz cho'kib yig'ladi. Menga ana shuni ilojini qilib bering deb. O'g'lim farzandli bo'lsin. Yaratuvchi Alloh, farzandni beradigan Alloh. Men emas, boshqasi emas. Butun O'zbekiston, butun dunyodagi vrachning yoniga olib borsa ham, u bolani hech kim tuzatib bera olmaydi. Chunki u shunaqa yaratilgan, yoshligidan uni 16 yoshgacha lichinasini qilish kerak edi, urug'donlarni o'stirish kerak edi. Lekin o'stirilmagan, lichina qilinmagan. Ana bu yerda tiz cho'kib yig'ladi. Men ona yig'lagan paytda o'zim g'alati bo'lib ketdim. Tibbiyot ojizda bu narsaga yo'q narsadan bor qilib bo'lmaydi. Cho'pni yoqsangiz agar kul bo'ladi-yu, kulni qaytib yog'ochga aylantira olmaysiz. Xuddi shunaqa narsa. U narsa o'zgarmas, o'zgartirib bo'lmas, o'zgarishga uchrab bo'lgan. Men qila olmayman. Butun dunyo qila olmaydi. Tibbiyot ojiz bu narsaga. Bu narsaga tan berish kerak. Bunaqa vaziyatda даже eko qilib bo'lmaydi. Men 0% ham garantiya bermayman, chunki urug' chiqmaydi. Mikroteza qilib urug'donni ochganda urug' chiqmaydi. Endi men aytganim harakat qilib ko'rishgan, lekin urug' chiqmagan. Shunaqa vaziyat bo'lmasligi uchun o'g'lingizga juda katta e'tibor bering. Tepki bo'ldimi, boring infeksiyonistga davolansin, antibiotik terapiya qilsin. Dorisini olsin, borib teptirmang. Foydasi yo'q. Nechtasi keladi teptirgan, 0 urug'. Ko'tarib bo'lmaydi. Men degan ko'tara olmaydi uni. Ochganingizda ham urug' chiqmasligi mumkin. Eko falon dollar turadi. Qila olmaysiz-ku eko. To'g'rimi? Eko hech kim uchun havas emas. Lekin eko kelajak yechim bo'lib turibdi. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, erta navera chevarays qilish mumkin eko. Chunki atrof muhit, ekologiya, yeb ichsiz, hayot tarzingiz shunaqa, shuni talab qilyapti. Eko shu uchun rivojlanib boryapti. Shunday ekan, o'zingizni asrangda, bolangizga yaxshi e'tiborli bo'ling, vaqtiga qarang. Urug'donlarning razmerlarini o'lchab turing, urug'lik ketib turing. Shu hokazo. Hammaga omad, ishlaringizga rivoj, charchamanglar.